tadbirkorlar, bugungi tadbirkorlar uchrashuvini ochiq deb e'lon qilamiz. Bu oydagi ikkinchi tadbirkorlar uchrashuvimiz bo'ladi. Kimda qanaqa murojaatlar, kimda qanaqa takliflar bo'lsa, bugungi murojaatlarda, takliflarda o'rganib chiqqan holda tadbirkorlar uchrashuvini ochiq deb e'lon qilaman. Bizda bugungi kunda tadbirkorlarni faoliyatini rivojlantirish, biznesga ko'mak, mahalla loyihasi, tadbirkorlar uchrashuvida shu masalalar bo'yicha kreditlarimiz bor. Kreditlarimiz bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Bundan tashqari yuridik shaxslarga tadbirkorlarni rivojlantirish maqsadida 312-qarorimiz bor. 312-qaror bo'yicha gapiradigan bo'lsam, yuridik shaxslarda bir yil davomida ish faoliyati bo'lishi kerak. Agrobankda bugungi kunda hisob raqam ochilib, ish faoliyatiga ega bo'lishi kerak. Hisob raqamda pul aylangan bo'lishi kerak. 100 milliongacha garovsiz, 100 milliondan ag'iga garov asosida kreditlarimiz bor. Undan tashqari mahalla loyihasi bo'yicha 50 milliongacha kredit ajratamiz. Bu mahallalar kesimida biz o'zimizning hududimiz bor. Unda 8 ta mahalla belgilangan. Chodek hududi bilan Badar Tursun hududi belgilangan. Shu hududlardan kelib chiqib 17 millionlik biznesga ko'matilgan kreditlarimiz bor. Bu o'zi band qilib, kelgusida faoliyatini rivojlantirish maqsadida chorvachilik, boshqa yo'nalishlar bo'yicha kreditlarimiz bor. Ular bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Bunda qanaqa savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa, marhamat aytinglar, unga qarab murojaatlaringizni ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Men Cho'takboshi Mufriyata Jumayeva Muharramman. 17 million kredit olmoqchi edim. Amalga yordam berishingizni so'rayman. Chorvachilik yo'nalish bo'yicha qilamiz. Unga qarab tezlashtirib chiqarib beramiz kreditingizni. Rahmat. Inobat ko'rganingiz uchun. Yana murojaatlar bor. Assalomu alaykum. Mening ismim Xonjon. Timax Farm MCJ'si rahbariman. Hozirda 100 million kredit olmoqchiman. Hozir hisob raqamim BRBda. Ikkilanish postlarga olib o'tsam, qancha muddatda olishim mumkin? Masalan, oborotim necha oygacha bo'lishi kerak? Oborotingizni ko'rib chiqib, BRBdagi hisob raqamingizni olib o'tganingizdan keyin oborotingizga qarab, faoliyatingiz nima sizda? Bizniki chorvachilikka ochilgan. Endi xudo xolasa kredit olib boshlamoqchimiz.